Endilikda Hindistonga, Yevropa davlatlariga yoki bo'lmasam Rossiya davlatiga borishni keragi yo'q. Barcha zaruriy tekshiruvlar Toshkent shahrida bor. Barcha zaruriy malakaga ega shifokor ham, barcha litsenziylar ham, barcha tekshiruv apparatlari ham endi Toshkent shahrida mavjud. Euro Union Onko klinikasiga kelib, barcha tekshiruvlardan o'tib, shu yerda saratonning barcha bosqichlarida to'liq davolanish yoki bo'lmasam saraton kasallik o'sish protsessini to'xtatish imkoniyatiga ega holatda sizga yordam beramiz. Saraton kasalligidan qutulish uchun birinchi navbatda o'zingizda kuchli iroda bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda individual tarzda vrach nazoratda bo'lishingiz talab etiladi. Endilikda siz 30 ming, 40 ming dollar sarf qilib Yevropa davlatlariga, Hindistonga yoki deylik Rossiyaga borib davolanishga zarurat bo'lmaydi. Toshkent shahrida endi barcha dori-darmonlari shu yerga keltirilmoqda. Shu bilan birgalikda germaniyalik professorlar bilan hamkorlikda biz ishlaymiz. Barcha kasallik xulosalaringiz Germaniyaga yuboriladi. Euro Union Onko klinikasi Germaniyadan Berlin shahrida joylashgan onkologiya Berlin klinikasi bilan hamkorlikda ish faoliyatini olib boradi.